Bo'g'dagi baraka yetalang aka. Barakasini bersin. Hosh. Ha o'g'lim, molli talab qayerga ketyapsiz? Bu qator bo'lib qoptimi? Yo'q dada, molni sotib yubordim. Puliga qaynatamga uyab beraman. Aka, mol sotgunizcha, molni soting mana, nayga mol soting. Ya. Ha bo'pti bolam. Qaynatenga uyab bersang, savob bo'lar. Bos gazini. Ketdik o'g'lim. Cho'ch aka, qayda aka? Qaynatamga dedimi? Ey! Isolichi. Dada, akam qaynada qulikana. Ha o'g'lim, nimasini aytasan? Sen mashita to'g'laringga don berib tur, akangga ko'rsatib qo'yaman men. Kuyov bola, meni qayerga olib keldingiz o'zi? Mana dadajonim, Marhamat City'dagi Tristar kompaniyasining qurilayotgan uylarining sotuv bo'limiga keldik. Kuyov bola, qanaqa bo'larkin endi? Dadajon, qanday bo'ladi? Oldindan 25%ni to'lab, qolganini 30 oyga bo'lib to'lab sizga uy sovg'a qilaman dadajonim. Malades. Dadajon, endi asatini aytaymi? Ayting. Bu yerdan uy xarid qilganlarga mana mashinani teppa-tekinga berib yuborar ekan. Asha omadli insonsiz bo'lishingizni xohlayman. Ham uyli bo'lamiz, ham teppa-tekinga mashinali bo'lamiz dadajon. Bu damasdan tashqari yana 10 ta qimmatbaho sovg'alar bor. Qurilish ishlari ham boshlandi. Qara o'g'lim, seni qaynating tug'maganmi? Sendan nafratlanib ketdim. Meni Sidiq kambag'al degan nomimga achchiq ko'k choy to'kding. Menga ham mana bu Damas'ni minsam yarashardi. Dadajon, agar omadim kelib mana shu Damas'ni yutib olsam, sizga sovg'a qilaman. Damas menga bo'lsa, Marhamat City'dagi uy kimga? Dada, u qaynatamga dada. Qaynatamga? Qara o'g'lim, sen toza qaynata quli bo'lsan. Qudaying, nima qilib juringlar menga? Xudo, ko'zingizga qo'limni tiqib olaman. Ovozingizni o'chiring.